Alloh taolo besh qo'lni barobar yaratmadi. Jamiyatda har xil insonlarni yaratdi. Kim boy, kim kambag'al. Boyga ham sinov, kambag'alga ham sinov. Qani boy boyligi bilan o'sha sinovdan o'tadimi yo'q? Xasislik yo'lini tutadimi yoki saxovat yo'lini tutadimi? Alloh taolo bergan mol dunyodan uning haqlarini ado qiladimi yoki changallab o'tiraveradimi? Unga sinov keldi. Kambag'alga ham sinov. Yo'qchilik bilan Alloh taolo sinaydi. Qani banda sabr qiladimi yo'q? Qanoat qiladimi yo'q? Alloh taolo qaysi bandasini qaysi yo'l bilan sinashini o'zi biladi. Va hammasida hikmat bor. Biz bandalardan talab qilingan narsa Alloh taoloning sinoviga rizo bildirish, rozi bo'lish va uning sinovidan iymonni sog'i salomat olib o'tish. Demak, dunyodagi bu holatlar hammasi insoniyatga kelgan sinov. Boylarga Alloh taolo bergan, kambag'allarni tortsin. Ular molidagi haqlarni ado qilsin. Molidagi haqlarni ado qilsa, ikki dunyoning saodatiga erishadilar.